Jahon chempionatining asosiy favoritlarini o'rganishda davom etamiz. Bizda navbatdagi terma jamoa bu pentakampionlar Braziliya terma jamoasi. Hozir sizlar bilan Braziliya terma jamoasini Jahon chempionatidagi imkoniyatlarini birgalikda baholab ko'rib chiqamiz. Undan oldin kanalimga obuna bo'ling, sababi keyingi video aynan siz sevgan terma jamoa haqida bo'ladi. Buni endi kommentariyada yozib ketasiz. Unda boshladik. Demak do'stlar, odatimizga xilof bo'lmagan holda dastlab Braziliya terma jamoasini Jahon chempionatida tushadigan potensial tarkibini tuzib chiqamiz. Xo'p, unda ketdik. Darvozaga men Ederson Moraesni qo'yaman. Albatta bu yerda Alisson Becker bo'lishi mumkin edi, lekin afsuski u jarohat olib Jahon chempionatini o'tkazib yuboradigan bo'ldi. Himoyachilar bu mavsum Chempionlar Ligasining finalchilari Arsenal va Paris Saint-Germain a'zolari Gabriel va Marquinhosni qo'yaman. Endi himoyaga ulardan munosibroq nomzod bo'lmasin. Qanotlar: chap qanotga Zenit vakili Braziliyaning so'nggi o'yinlarida tushayotgan Douglas Santos, o'ng qanotga esa Danilo. Yarim himoyaga o'tamiz. Yarim himoyada dastlab ikkita tayanch qo'yamiz. Birinchisi Carlos Casemiro. Casemiro hozir eng barqaror futbolchilardan yarim himoyachilar ichida. Uning yoniga esa Newcastle a'zosi Bruno Guimaraes va Casemiro juftligi anchagina muvaffaqiyatli harakat qiladi odatda. Braziliya terma jamoasida ham ko'pincha ular juftlik sifatida maydonga tushadi. Shuning uchun bu ikkovini qo'yadigan bo'lsak, yuqoriga hujumkor yarim himoyachi sifatida men Rafinhani qo'yaman. Rafinha bilasiz, o'zi Barselonada prime peak formasiga aynan mana shu nuqtada, ya'ni yolg'on to'qqizlik pozitsiyasida chiqa olgan. Umuman olganda Rafinha uchun bu nuqta juda ham qulay. Ha, aytgancha eslatib o'taman, bu mavsum Rafinha 14 ta gol va 5 ta assistni qayd etgan. Endi hujum chizig'iga o'tamiz. Braziliyaning hujum chizig'i ham raqiblarga anchagina boshqaruv tug'diradi, bu ishonchim komil. O'ng qanotga men Antonini qo'yaman. Ha, ko'pchilik hayron bo'lishi mumkin, boshqa variantlar ham bor edi-ku deya. Yo'q, Antoni menimcha yaxshi variant. Unda 14 ta gol va 9 ta assist bor. Umuman olganda u Betisni Chempionlar Ligasiga chiqishda juda ham katta xizmat qildi, Yevrokuboklarda ham ajoyib harakat qildi. Shuning uchun Antoni menimcha Braziliya terma jamoasining asosiy hujumchilaridan bo'ladi. Chap qanotda esa albatta Vinicius Juniorning hisobida bu mavsum 20 ta gol va 12 ta assist bor. Umuman olganda bu mavsum Realda yaxshi harakat qildi. Endi individual olganda ham Wengerga yarasha statistika qayd etdi. Markaziy hujumda esa menda biroz savol tug'ildi. Igor Thiagomi yoki Joao Pedromi? Lekin Joao Pedroga keladigan bo'lsak, u Chelsea safida anchagina yaxshi harakat qildi. 18 ta gol va 6 ta assistni qayd etdi. Umuman olganda 24 ta golda qatnashdi bu mavsum. Ham Braziliyaning so'nggi o'yinlariga qaraydigan bo'lsak, asosiy tarkibda aynan Joao Pedro tushgan. Shuning uchun Joao Pedroni markaziy hujumga qo'yadigan bo'ldik. Endi juda ko'pchilik savol berish mumkin, Neymar qani deb. Neymarni hali Braziliya terma jamoasiga chaqirilishi, umuman mundialga AQShga olib ketilishi aniq emas. Agarda Jahon chempionatiga boradigan bo'lsa, uni ham tarkibga kiritishimiz mumkin. Shuning uchun biroz so'roqlar ostida turganligi uchun Neymarni zaxirada qoldirib turamiz do'stlar. Umumiy olganda hujumchilarning statistikasiga qarasak, bu mavsum mana shu Braziliyaning hujum triosi 79 ta golda qatnashgan. Rafinhaning 14 ta gol va 5 ta assistini qo'shadigan bo'lsak, 88 ta golni tashkil etadi. Bu yuqori fazada harakat qiladigan o'yinchilar uchun ajoyib natija. Xo'sh do'stlar, siz nima deb o'ylaysiz? Braziliya terma jamoasi Jahon chempionatida mana shu tarkibi bilan uzoqqa bora oladimi? Umuman olganda chempion bo'la oladimi? Va